Assalomu alaykum do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugun o'tgan darsning davomida, ya'ni access control zaifligini ko'rayotgandik. O'shani davomini ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'sha laboratoriyalarning yechimini sizlar bilan tartib bilan davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan darsda access control zaifligini mana bu joygacha, ya'ni insecure direct object reference IDOR zaifligigacha ko'rib chiqqandik. Ya'ni access control zaifligida 3 ta tur bor edi. Unprotected admin panel, ya'ni himoyalanmagan admin panel yoki foydalanuvchi rolini o'zgartirish orqali darajalarimizni oshirish, admingacha ko'tarish yoki xo'p, IDOR zaifliklari bor edi va bugungi videoda sizlar bilan bu yerda 4 ta darajasi ozgina qiyinroq bo'lgan laboratoriyalar bor. Mana shularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozir sizlar bilan URL based access control can be circumvented shu laboratoriyani ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda asosan qaylar bizda xullas /admin qilib laboratoriyada yozgan paytimizda bizda admin bloklangan ekan. Ya'ni bu yerda frontend tomonidan admin bloklangan, ya'ni bizga kirishga ruxsat bo'lmaydi. Bu yerda katta ehtimol o'sha firewalllar vaflar o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni oddiy foydalanuvchi sifatida admin deb yozilganda bizni to'g'ridan-to'g'ri bloklaydi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Frontend tomonidan biz bloklanganmiz, lekin backend tomonidan bu blokdan bypass qilib o'tsa bo'ladi. Va bizda mana shu yerda x original URL degan header bor. Bu headerning asosiy vazifasi bizni backendga qaysi sahifaga, ya'ni original sahifaga so'rov yuborayotganligimizni tasdiqlaydi. Ya'ni frontend bloklagan. /admin qilib kirishga ruxsat yo'q. Lekin x original URL ga backendga so'rov jo'natayotganda, ya'ni sen frontend naryoqda bloklagan sen bizni ya'ni asosiy admin sahifasiga yo'naltirasan deb turib /admin ni mana shu x original URL ga berish orqali biz to'g'ridan-to'g'ri backendga kirib ketsak bo'ladi. Ya'ni admin panelni ichiga. Xo'p, keling o'zi x original URL qanaqa header? Xo'p, mana bu yerda x original URL bu tarmoq va web dasturlashda qo'llaniladigan maxsus HTTP so'rov salohasi deyapti. Salohasi bo'lib proxy serverlar yoki yuk taqsimoti load balanserlarda masalan Nginx yoki Apache tomonidan asl so'ralgan URL manzilini saqlab qolish uchun ishlatiladi. Ya'ni masalan siz birorta saytga kiryapsiz, o'sha saytga kirganingizda rostdan ham o'sha sahifaga so'rov yuborayotgan yoki yubormayotganligingizni x original URL ga berilgan o'sha saytning nomi orqali tanib oladi. Asosan aytayaptiki, so'rov backend serverlarga yetib borgungacha yo'nalishi o'zgarishi mumkin. X original URL orqali server aslida qaysi manzilga murojaat qilganini aniqlaydi. Ya'ni o'rtada biz hozirgi Brooksuite'ga o'xshagan dasturlar orqali ma'lumotlarni tutib olib, qaysidir saytga ketayotgan ma'lumotni o'sha headerlar orqali umuman boshqa serverga yo'naltirishimiz mumkin. Ya'ni X original URL shularni rostdan ham o'sha asosiy saytga so'rov yuborilayotgan yoki yuborilayotmaganligini bizda isbotlab beradigan bitta header hisoblanadi. Biz mana shu X original URL header orqali backendni, ya'ni frontendga qo'yilgan cheklovni chetlab o'tish uchun foydalanamiz. Birinchi navbatda labni ochib olganman va buni Brooksuite'ni brauzerda ochib olamiz. Xo'p. Okay, ochildi. Demak, qaranglar, mana bu joyda admin panel bor. Yozadigan bo'lsam, ustiga bosadigan bo'lsak, hozir bizga admin paneliga cheklov chiqishi kerak. Ozgina internetda muammo bo'lyapti menimcha. Bundan ko'ramiz. Mana access denied deyapti. Ya'ni access denied bu to'g'ridan-to'g'ri frontenddan kelayotgan xabar. Chunki bizda sahifani o'zida ko'rinib turibdi. Access denied, blocked degan yozuv chiqishi mumkin yoki o'sha IP-larimizni bloklab qo'yish mumkin. Chunki biz ruxsat berilmagan sahifaga kiryapmiz. Ya'ni o'zi access control zaifligi foydalanuvchini ruxsatlarini tekshirish. Ya'ni qanaqa ruxsatlari bor, nimalar qila oladi, shularni tekshirib turish uchun qo'llaniladigan mexanizm hisoblanadi. Ya'ni bu yerda adminga bizga ruxsat yo'q. Plus backend tomonda shunaqa ro'yxat bo'ladi, ya'ni white list bo'ladi, black list bo'ladi. Bu yerda white listda o'sha qaysidir ruxsat berilmagan sahifalarga kira oladigan IP-lar ro'yxati bo'ladi. Black listda o'sha IP dan tashqari hamma IP-larni bloklagan, ya'ni frontend tomonidan bloklagan yoki boshqa sahifaga yo'naltirib yuborgan degan xabarlarni qo'yib qo'yishadi. Ya'ni bu xavfsizlik uchun. Demak, bizda mana hozir to'g'ridan-to'g'ri kirishni chekladi. Umuman kira olmas ekanmiz bu yerda. Bu yerda ham /admin qilib ko'raman.
Xo'p, bizda Pursuit'ni brauzerda muammo yuzaga keldi. Qaytadan ochib ishlatib yuboramiz. Xo'p, yoki Pursuit'da o'sha brauzerni ishlatmasdan Foxy Proxy orqali proxy serverlarni sozlab olsak ham bo'ladi. Unga ham ozgina vaqt talab qilinadi sertifikatlarni sozlagungacha. Xo'p. Bu yerdan nima qilamiz? Agar sizda ham shunaqa muammo chiqadigan bo'lsa, Foxy Proxy deb turib, Chrome'ga extension bor mana. Alohida mana shu extensionni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham Pursuit'ni brauzerda xuddi shunga o'xshagan muammo chiqadigan bo'lsa, mana biz hozir shu laboratoriyani ochmayapti, muammo chiqyapti. Buning uchun xo'p, bu yerdan mana Chrome'ning o'zining web store'i bor. Mana shu web store'ga hozirgi extensionni yuklab olasiz. Bu Foxy Proxy to'g'ridan-to'g'ri bizni brauzerimizni Pursuit'ga yo'naltirib beradi. Har bitta so'rov bizni Pursuit'imiz orqali yo'naltiriladi. Proxy serverlar orqali mana Foxy Proxy'ni yoqdim. Bitta disable turibdi, o'chiq. Options bo'limiga kirasiz va mana shu joydan proxy bo'limiga kirib add qilib qo'shishim kerak bo'ladi. Title'iga burp deyman va hostname kiritishim kerak. Hostname'ga 127.0.0.1 lokal holatda ulanadi. Porti 80 qilib qo'ysak bo'ladi. Saqlayman. Bo'ldi, saqlandi. Endi Pursuit'ga kirib olaman hozir. Hop, buni bu tarafga olib o'tsak bo'ladi. Pursuit'ni mana bu yerda proxy bo'limida proxy settings bor. Kiradigan bo'lsak qarayman, 127.0.0.1 va 80 yoniq turibdi. Demak, biz hozircha nastroykani to'g'ri sozladik va bu yerga o'tamanda mana burp qo'shildi. Burpni yoqib turib, shu yerdan http:// burp deb enterni bossak, mana Pursuit Professional'ni CA sertifikatini chiqaradi. Mana burpni yoqmasangiz chiqarmaydi buni. CA sertifikatini yuklayman, keep qilib saqlab olaman o'zimga va bu sertifikatni hop biz brauzerga qo'shib qo'yishimiz kerak. Nastroykaga kirib turib, shu yerdan certificate deb qidirsak chiqarmikan bizga? Certificate mana shu bo'limdamikin, security bo'limida kiramiz. Mana manage certificates degan joyi bor ekan. Shu yerga biz yuklab qo'yishimiz kerak o'zimizdagi sertifikatni. Chunki bo'lmasam bizni brauzerimiz Pursuit bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish imkoniyati bo'lmaydi. Exportni bosib turib, downloaddan yo'q, bizni sertifikat chiqmadi. Export mana shu yerda mana trusted certificate'dan mana CA sertifikatini tanlab qo'yaman. Mana yuklandi. Mana bo'ldi. Demak, bizda endi to'g'ridan-to'g'ri buradan X qilib chiqib ketaveramiz. Bo'ldi mana. Bizga endi Pursuit'ni brauzeri kerak bo'lmaydi. Buni X qilib chiqib ketaveraman. Faqat bu yerda biz ma'lumotlarni tutib olishimiz uchun mana bu yerda interceptni yoqib to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni tutib olamiz. Va bu yerda qaranglar. Burpni o'chirib turaman, chunki buni yoqib qo'yadigan bo'lsak, bizda internet ishlamaydi. Admin paneliga kiraman va bizda haligina ko'rdim, access denied deyapti. Xo'p, endi bu yerdan men hozir ma'lumotlarni tutib olishim kerak. Xo'p, yoki birinchi akkauntimga kirib olamanmi? Ko'ramiz hozir. Xo'p, yo'q, bizga hozircha bu yerda login parol kerak bo'lmas ekan. Bizda hozir login parol berilmagan. Mana shu joyda /adminni men bu yerdan Pursuit'ni yoqqan holatda interceptni yoqib, so'rovni qaytadan jo'nataman va mana bizning so'rovimiz keldi /admin sahifasi va mana bu joyda buni repeaterga jo'nataman. Interceptni o'chiraman. Repeaterga kelganidan keyin, xo'p, bu bir marta yangilasak o'ziga keladi. Mana. Xo'p, endi mana shu yerda qaranglar. Bizda hozir send qilib jo'natadigan bo'lsam, mana access denied degan yozuv chiqyapti.
Chunki biz admin panelga so'rov jo'natganimizda frontend bloklayapti. Ya'ni get orqali yuborganda frontend yo'q, adminga senga kirishga ruxsat yo'q deyapti. Qani mana bu adminni o'chirib jo'natib ko'raman. Mana endi bizga qaranglar, kirishga ruxsat beryapti. Chunki men admin panelga emas, to'g'ridan-to'g'ri slash, ya'ni asosiy sahifaga so'rov jo'natyapman. Mana admin panelga kira olmas ekanman, lekin asosiy sahifaga kira olyapman. Mana shu yerda bizda x chiziqcha original xo'p URL degan header bor. Mana shu yerga qarang, /admin qilaman endi. Jo'natamiz so'rovni. Ozgina zo'r. Qaranglar. Mana shu yerda biz nima qildik hozir? Tepadagi so'rov, ya'ni get orqali ketayotgan so'rov bu frontendni chetlab o'tish, ya'ni aldash uchun. Ya'ni men aytayapman, yo'q, sen to'g'ridan-to'g'ri so'rovni frontendga jo'natgin deyapman. Va pastda biz backendga alohida so'rov beryapmiz. Ya'ni backend sen x original URL orqali tekshirgan va /admin kelsa kiritib yuborgin deyapman. Chunki backend x original URL headerga ishonadi. Ya'ni bu hech qachon noto'g'ri so'rov yubormaydi, to'g'ri jo'natyapti deb biza admin paneliga kiritishga ruxsat beryapti. O'zi asli mana shu yerda x original URL ni ham bizni berayotgan session tokenlarimiz orqali tekshirish kerak, lekin tekshirmayapti. Endi nima qilamiz mana shu yerda? Demak, admin sahifasiga kirdim. Endi mana shuncha delete degan sahifa bormi? Qani? Missing parameter. Bundan oldin hali qaysidir birinchi userdanmikin esinglarda bo'lsa, xuddi shunaqa qilib ishlagandik. Birinchi user deyman laboratoriyada. Endi mana shu yerda delete sahifasiga kir va biz matdan so'rov jo'natib ko'ramiz. Qani? Deletedan keyin so'roq username barobar Carlosni o'chirishimiz kerak biz delete orqali. Zo'r. 302 qaytardi. Flow redirection qilaman. Lekin access denied degan yozuvni bizga chiqarib berdi. Orqaga qaytamiz. 302. O'tib ko'raylikchi, qani bizda nima natija bo'ldi ekan. Mana laboratoriya muvaffaqiyatli yechildi. Demak, mana shu yerda bizda eng katta yordam bergan narsa mana bu x original URL header. Ya'ni siz to'g'ridan-to'g'ri tizimda frontendga qo'yilgan cheklovni backend orqali chetlab o'tishingiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bizda frontendda admin paneliga kirishga ruxsat bermaganda, lekin backendga shunchaki x original URL orqali headerni qo'yish orqali biz chetlab o'tyapmiz. Ya'ni x original URL sen admin bilan delete sahifasiga kirasan deyapman. Frontenddan kirganingdan keyin username Carlos bo'lgan userni o'chirib tashladi deb so'rov beryapman va bizi serverimiz to'g'ridan-to'g'ri biz bergan buyruqlarni bajaradi va 302 natija muvaffaqiyatli chiqdi. Ya'ni 302 chiqsa, har bitta bajargan ishimiz muvaffaqiyatli bajarilgan bo'ladi. Demak, bu laboratoriyada asosiy maqsad x original URL orqali frontendga qo'yilgan cheklovni backend orqali nima qilish ekan, chetlab o'tishni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Xo'p, har bitta videoni iloji boricha ko'rib chiqinglar, chunki laboratoriya bundan buyog'i juda ham qiziqlashib ketaveradi. Access control sal darajasi osonroq bo'lgan bo'lim, ya'ni zaiflik, access control zaifligi. Qolganlari bundan keyin sizlar bilan xo'p, authentication ni ko'ramiz. Authentication ham juda ham qiziq bo'lgan laboratoriyalar bor. Buning ichida asosan biz brute force hujumlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Brute force qanaqa usullarda brute force qilinadi, agar cheklab qo'ysa, biz bloklab qo'ysa qanaqa qilib bu bloklardan chiqamiz, har bittasini ko'rib chiqamiz. Hop, keyingi videolarda qolgan laboratoriyalarda ham qanaqa qilib ishlanishini darslik qilib chiqaraman. Videoni o'tkazib yuboraman, kanalga obuna bo'ling.